Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Videoni oxirigacha kuzatib boring, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Katta rejalar va intiqlikdagi muxlislar Munisa Rizayevadan shov-shuvli xabar. Ma'lum bo'lishicha, mashhur o'zbek xonandasi Munisa Rizayeva 2025-yilning oxirida katta shou konsert taqdim etishni rejalashtirgan. Bu haqdagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Ayniqsa, bloger va Rizayeva o'rtasidagi qiziqarli intervyu bu shov-shuvni yanada kuchaytirdi. Endi bitta sirni ochsak, menga ma'lum bo'lishicha, bu yil oxirida Munisa Rizayeva katta konsert berish uchun tayyorlanyapti. Shu to'g'rimi? Men bu shouda ishtirok etamanmi? Men o'rnim bormi bu shouda? deb so'raganida xonanda o'zining xarizmatik tabassumi bilan albatta ishtirok etasiz. Sizsiz umuman hech narsa bo'lmaydi-ku deb javob berdi. Bu samimiy va hazilomuz javob muxlislar orasida katta pozitiv kayfiyat uyg'otdi. Shu bilan birga shou uchun tayyorgarlik ishlari allaqachon boshlangani ma'lum qilindi. Munisa Rizayevaning jamoasi konsertni yuqori saviyada o'tkazish uchun jonbozlik ko'rsatayotgani muxlislarga unutilmas kecha hadya qilish niyatida ekanligi ta'kidlanmoqda. Kadrda Rizayeva zamonaviy to'liq qora kiyimda shou biznesga xos uslubda namoyon bo'lgan. Uning bu qiyofasi ham jamoatchilik e'tiborini tortmay qolmadi. Munisa Rizayeva nafaqat o'zining ovozi va ijodiy mehnati bilan, balki ochiq, xalqchil munosabati bilan ham muxlislar qalbidan joy olgan ijodkor. Ko'zlangan grandios konsertning yilning eng katta voqealaridan biriga aylanishiga shubha yo'q. Shunday ekan, yil oxiridagi katta musiqali kechaga tayyorlaning. Munisa Rizayeva tomonidan taqdim etiladigan shou haqiqiy bayramga aylanishi kutilmoqda.